soliq boshqarmasida juda ham katta yig'ilish bo'lib o'tdi. Bu yig'ilishning asosiy maqsadi biz tadbirkorlarga avvalambor prezidentimiz tomonidan katta e'tibor berilayotgani va viloyatimizning shaxsan Erkinjon Turdimovni va soliq boshqarmalarining hamma xodimlarini e'tiborida ekanmiz. Biz bundan cheksiz xursandmiz. Shu viloyatda 28 yildan beri tibbiyot sohasida faoliyat ko'rsatayotgan bo'lsam, o'zimga tegishli xulosalarni oldim. Hammamizning maqsadimiz bitta. Yashirin iqtisodiyotni qisqartirish, hammamiz bir yoqdan bosh chiqarib, halollikka, poklikka, adolatli bo'lishga ishlashga undadilar bizni. Tadbirkorlar o'zini fikrlarini aytishdi. Ular bizni har qachon, har doim ham qo'llab-quvvatlashga, yordam qo'lini cho'zishga tayyor ekanlar. O'zlarimiz o'rtamizda qiziqarli savollar va javoblar ham oldik. Bugungi soliq boshqarmasi tomonidan tadbir etilgan anjumanda qatnashdim. Shuni bir o'zimga bir xulosa qilib oldimki, yashirin iqtisodiyot biz tadbirkorlarga noqulaylik, ya'ni o'z faoliyatimiz kengaymagan holatda amaliyotlar qaysidir vakolatlarni cheklanib qolar ekanmiz. Bugungi soliq qo'mitasi tomonidan bizga nafaqat amaliy ko'nikma, balki amaliy yordam sifatida ham o'z tavsiyalarini berib o'tdi. O'ylaymanki, bugungi anjumandan tadbirkorlar yashirin iqtisodiyot va to'g'ri tanlov qabul qilgan holatda davlatimizga, elimizga manfaatimiz tegadigan bir tadbirkorlar qatoriga kirishimizga va'da beramiz va harakat qilamiz.